Issiq yoz terlash yoqmayaptimi? Men sizlarga mana shu ekspertizasini taklif etaman. Mana shu sharikovoy dezodorantlarimiz eng kuchli terlaydigan insonlarni ham muammosini bartaraf etadi. Hozirgi kunda zo'r aksiyaga tushgan 4 kunligini zo'r narxda xarid qilishingiz mumkin. Faqat bir haftagina vaqt qoldi. Ulgurib qolinglar. Juda ham zo'r. Buni qanchalik ishlatib ko'rsangiz, pulingizga ham achinmaysiz. Keyin ko'chadan bunaqa dezodorant sotib olmaysiz. Albatta mana shuni olishga harakat qilasiz. Ishoning, juda ham zo'r. Buni bitta ishlatsangiz, keyin albatta rahmat etasiz. Eng kuchli terlaydigan insonlarni ham zo'r davolab beradi. Rezultati zo'r. Haqiqatdan ham ajoyib. Buni spreyligi ham bor. Bu 3 kunligi. Sharikovoy yoqtirmaydiganlar uchun spreyini olib ishlatishingiz mumkin. Yana bitta muammo bu yana oyoq terlash. Oyoq terlaydiganlar bo'lsa, albatta mana shu kremni tavsiya etaman. Umuman terlash qolmaydi. O'zi bitta ikkitadan rezultatini sezasiz, oyoqdagi terlashlar ketadi. Agar yosh bolalar bo'lsa, yosh bolalar ertadan terlashni boshlasa, Rexona ishlatmaslik uchun ularga mana shu kremdan ishlatsangiz bo'ladi. Albatta ertadan boshlansa, mana shu kremni ishlatib ko'ring, terlashlar ularda уже yo'qoladi. Bu davolab beruvchi. Buni oyoqni ham noxush hidlarini davolab yo'q qiladi. Yosh bolalar uchun Rexona sifatida davolash uchun mana shuni oldini olib terlashni ishlatsa bo'ladi. Tavsiya qilaman, juda ham zo'r aksiyaga tushgan. Ulgurib qolinglar. Albatta rahmat etasizlar, bitta ishlatib ko'ringlar. Umuman terlatmaydi va quritib turadi. Xohlasangiz menga direktga murojaat qiling. Aksiya narxlarida zakas urib beraman. Ishimiz qonuniy. Hamma viloyatga, boshqa davlatlarga ham zakas urib beriladi. Ulgurib qolinglar, shoshilamiz.